Setora guruhining navbatdagi konserti muxlislar tomonidan iliq qarshi olindi. Musiqiy kechada sevimli taronalar va yangi talqindagi duet qo'shiqlar ham taqdim etildi. Bir so'z bilan aytganda, guruh o'z muxlislariga hayajonlarga boy musiqiy oqshom taqdim eta oldi. Bu yilgi konsert o'tgan yilgidan qolishmaydi deb o'ylaymiz va ko'pgina o'tgan yilga yetilmagan qo'shiqlarni kutyapmiz. Hamma kutgan qo'shiqlardan biri o'sha ayirmagin va yaxshilik. Mana shu qo'shiqlarni manimcha bu yil albatta yetkazishga ishonamiz, chunki muxlislar uchun eng sevimli qo'shiqlardan biri hisoblanadi. Rahmani juda ham yaxshi ko'raman. Keyin ikkala bolamga alladay aytib yurgan hayotim qo'shig'i juda ham yoqadi va shu qo'shiqlarni aytishlarini xohlardim. Yosh, istedodli Setora guruhi kuylaydi. Muxlislar fikridan ham ma'lum, ular yillar davomida go'zal xotiralar bilan qalblarga muhrlangan taronalarni yana bir bor original tarzda tinglash uchun ham Xalqlar do'stligi saroyiga jam bo'lishgan. Konsert davomida Setoraning muxlislar sevib tinglaydigan qo'shiqlari bilan bir qatorda kutilmagan yulduzli duet taronalar ham taqdim etildi. Munisa Rizayeva, Ulug'bek Qodirov ishtirokidagi yangi talqindagi taronalar ko'pchilikka manzur bo'ldi. Konsert uchun astoydil tayyorgarlik ko'rilganligi, ayniqsa guruh qizlarining xavfli tryuklarni amalga oshirishga tayyor ekanligi bilan yaqqol isbotlandi. Bu yil ayrim sabablarga ko'ra Kamillasiz musiqiy oqshom taqdim etilganiga qaramay, Setora o'z nomiga munosib his-hayajonlarga to'la go'zal oqshomni o'z muxlislariga tuhfa eta oldi. Nigora Elmurodova, Zohid Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.